Hamma joyda palon puldan sotilayotgan mana shu korpusning deserti bugun sizlarga tepa-tekin o'rgatib qo'yaman. Retsepti siz o'ylagandan ancha oson. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz, tayyorlashni boshlaymiz. Jelatinni suvga aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Oq shokoladga isitilgan jelatin va issiq sut solamiz. Eritib olingan massaga krem chiz va saharning pudri solib yaxshilab ko'pirtiramiz. Biroz quyilgan musuviy osnovaga qaymoq va fistashkoviy pasta solamiz. Musuviy osnovani xohishga ko'ra qoliplarga joylashtirasizlar. Men ikki xil usulda qildim. Morojniy ko'rinishida va fistashka holida. Fistashkani yasash uchun qolip yo'q, shuning uchun strich plyonkaning orasiga massadan solamiz. Orasiga xohishga ko'ra yana fistashka solsanglar bo'ladi. Plyonkani yaxshilab o'rab 5-6 soatga muzxonaga jo'natamiz. 5-6 soat bo'sh o'tirmaydi. Shunaqa sarg'ayib ketgan idishlarimni Baby super очиститель bilan top-toza qilib oldim. Ranglari shunaqa xira tortib ketgan qoshuqlarim ham top-toza bo'lib yaltilladi. Idish sarg'aygan joyiga hattoki qo'lim ham teqqizmadi. Endi shirinligimizni asosiy joyiga o'tamiz. Suv hammomida eritib olingan oq shokoladga yashil rang qo'shamiz. Ustidan esa xuddi shunaqa qilib qizil rang qo'shib ozgina aralashtirib olamiz. Muzdekini shirinligimizni shokoladga botirib, yana yarim soatga muzlatgichga jo'natamiz. Ishoninglar, bu ko'chanikidan ancha mazali.